Assalomu alaykum. Bugungi videoda sizlarga Kanadaning vizasini elishda kimlarga qanday yordam qila oldim degan temada so'zlamoqchi. Yana o'zim burun qilib o'tgan ishlarni, beshimdan o'tgan ishlarni hikoya sifatida sizlarga bir qur so'zlab bersam, o'zinglarniki izlanish yo'lida men o'zimga o'zim qanday yordam qila olay ekanman yoki bo'lmasa mendan qanday yordam keladi ekan degan temada bir kanallarda yangi huquqlar paydo bo'lib qolsa ajab emas deganlarni o'ylab bu videoni ishlayapman. Unda bo'lsa qani hikoyamga birlikda quloq solaylik. Oldingi videodan boshlab men Kanadaniki xizmat vizasi to'g'riliq so'zlashni boshlagan. Andan keyin u videomni Facebookda bahildim. Shuning bilan bir necha do'stimiz menga ayrim uchur qoldirib qo'yibdi. Hamda inkas qildim, yozib so'rag'anlar bor ekan. Guli xonim, siz shu videolarni ishlayapsiz, bir foydani olganlar bormi? Birasi Kanadaga bora oldimi? Xeyli ko'p uyg'urlar Kanadaga bora oldimi degan manda savollarni so'rabdi. Bu savollarni men sal ta'nim mazmunda deb tushundim. Shundan men bir tani gap qilgandek bilindi. So'zlayapsiz. Birasi bora oldimi deb. Shuning bilan men bu tani savollarga tani bo'yicha javob berib qo'ydim. Video ishlash. Mening ishim Kanadaga kelish. Sizning ishingiz keladiganlar foydalansin, shularning ishi deb javob berib qo'ydim shuning bilan. Mana tani gaplarni qilsam bo'ladi. Hamda bo'lsa shu foydalanish qiymati bordu deb o'ylab yurib, mush ishlarni qilayotganlikda bir foydasi bordu. Shu gapga qarata shuning bilan mush videoni ishlagim keldi. Eng oldi bilan men o'zim yordam qila oldim. Mana desam bo'ladi. Sizlarga o'zimniki qanday Kanadaga kelganligini ayrim bir videoda so'zlagandim. Men qanday keldim Kanadaga deb. Shu qatimda birinchi qatimda kelishimda men Urumchidagi vosita shirkatni izladim. Vosita shirkatlarga pul berib keldim. Ondan keyingi barliq shu viza ishlarni hammasini o'zim qildim dedim. Ya'ni Kanadaga kelib bo'lgandan keyin bir necha qatim o'quvchi vizasini uzatdim. Har bir qatim o'quvchi vizasini uzatgan chog'da odatda ikki yo'l bo'ladi uniki. Birisi avval o'qish ijozatnomasi, ya'ni study permit. Avval study permit o'qish ijozatnomasiga iltimos qilamiz, andan keyin o'qish vizasiga iltimos qilamiz. Ashuna bir necha qatim o'zimniki o'qish vizasi, o'qish ijozatnomasi deganlarni uzatdim. Ashlarni hammasini o'zim qila oldim. Demak, o'zim yordam qildim, o'zim qila oldim. Shu to'rdagi hamma narsani qarab o'zim qila olay deganman, shunlashqa men qila olganni boshqalarni cho'qim qila olaydi deganni maqsad qilib, o'zimniki bilganlarimni sizlar bilan o'rtoqlashsam foydasi bo'larmikin degan maqsadda YouTube'da kanal ochib, shu Kanadaga kelishniki yo'llarini, ya'ni har xil vizalarning turlarini, ko'chman bo'lish yo'llarini so'zlamoqchi, undan boshqa bir muncha yo'llarni so'zladim. Yana davomli so'zlamoqchi. Yangi do'stlar bo'lsa, hozir ko'rish jarayonida meniki YouTube kanalimga obuna bo'lishni unutib qolmanglar. Birinchi bo'lib o'zim yordam qildim. Bu to'g'riliq shunchalik bo'lsin. Andan keyin so'zlaydiganim, Daniyor ismli bir Uyg'ur o'quvchi bo'lib, biz bir maktabda, mush maktabda birga o'qigan. Uninki o'qish ijozatnomasini uzartish va o'qish vizasini uzartishga yordam qildim. Nima deganda biz bir maktabda bo'lgandan keyin hamda o'zaro ko'rishib bilan bir yerda o'tirib bilan kompyuterni ochib bu yen besang deb yo'l ko'rsatib bergan ekan, uni qilib bo'ldi ekan. Bu nihoyat yaxshi bo'ldi. Har ikki qatimliq intayin muvaffaqiyatli keldi bo'ldi. Vizani uzartildi, lekin u do'stimiz hozir nadikin shu G'uljaga ketib qolgan peti xabarini olamadim. Ündidardan chiqarib etibdi, nima desa u tarafdagi kishilar hammasi chet eldagi tuqqanlari borlarni ündidardan chiqarib etishga to'g'ri keldi. Shunlashqa men to'g'ri tushundim yo boshqa sabablar bormi, uni bilmadim. Hozir qayerda, qanday, uni bilmadim. Yaxshi turayotgandi. Ündidardagi rasmisiga ichib qarab baxsam, meni chiqarayotgan bilan ba'zida o'ziningki bosh rasmisi va keyindagi rasm o'zgarib turadi emasmi? Shundan qaraganda yaxshi obdan ketibdi deb o'yladim. Bolalarniki rasmisini pat chiqarib qo'ydi. Bu meniki birinchi qatim boshqalarga yordam qilganim. Undan keyin yana bir aylan Daniyor ismli Uyg'ur bola. Biz bir maktabda o'qigan, bir sinfda o'qigan, 2 oy til o'rganish jarayonida. U bola mashina lekin o'qish bitirib bo'lib boshqa shaharga ketgandan keyin biz telefon orqali aloqalashdik. Telefon orqali shunda men o'qish vizamni xizmat vizasiga almashtirmoqchi edim, qilmayman degandan keyin bo'ldi, yana besang bu yana qismlab a'zoki deb edim. Nima qildik? Shuning bilan video call
O'sha Facebookda shu o'zimizdagi FaceTime telefon orqali qilgandan keyin uningki hadisi, aksi uchaylan birga o'tirib kompyuterning ekranini chipadi. O yana besang, bu yana besang, mening mundaq javob bering deb yurib, o'ziningki o'quvchi vizasini mu xizmat vizasiga almashtirdik. O soatimiz hozir shu Kanadaningki qaysi shaharda bo'ldi ekan, Hamilton shahrida ish qilib, u yaxshi turyotdi. Yana bir Daniyaga o'xshash yo'qolib ketgani yo'q. Ish bo'lmaganda biz vatan sirtida sog' salomat yaxshi turyapmiz. Yana bir aylan batdi, u Xitoy qizlarga yordam qilganlarimni deb ketsam, bu yerda ochiqlab ketmanglar. Ular bilan shunday yaxshi do'stlarni topamdi. Dastlabda o'qish mazgil kelgan chog'da keyin u yurtga ketib qoldi. Hozir qanaqa ekan uni bilmadim. Uningki mashina o'quvchi vizasini uzartish, andan keyin xizmat vizasiga almashtirish qatorliq ishlarda birsi maktabda o'zaro ko'rishib o'tiriblam, kompyuterni ichib shu u yana bas, bu yana bas, men savolni bunday qilsan, men tayyorlaysan, anda qilsan deb berib, kompyuterdan ko'rsatib yordam qilgan. O qizim hozir ketib kelib, hozir qayerda qanday ish qilib, Xitoyga qaytib ketganlar bilan normal munosabat yo'q, normal aloqa, do'stlar bilan aloqa yo'q. Mayli Xitoy bo'lsin, mayli Uyg'ur bo'lsin, do'stlar bilan vatan ketib qolgan bo'lsam, o'qimaymiz hech nimani. Bu Kanadaning ichidagilarga yordam qilganim, Kanadaning sirtidan o'sha yerga viza olib kelganlar bormi desa, bor. Ahadjon deb ismli bir inimiz zotdi, u bizniki turponliq, men ta'tilda uyga borgan vaqtimda uyga berib ko'rib kelgandim, ota-onalarini shu balkim anlagan bo'lishinglar mumkin, ilqi Uyg'ur dehqon aeroplan yasab chiqdi deb bir chog'da xabarlar bor, nim qilgan shu Abdulla Molim deb shu Abdulla Molimniki o'g'li men Turpanga borgan chog'da oilasini yo'qlab kelgan. Keyin o'sha telefonda ko'rishib yurib, Kanadaga borsam bo'ldi, bir qatim berib ko'rsam bo'ldi deb boshaq degandan keyin o'quvchim yordam qildim. Undan keyin shu yana qilsiz, bu yana qilsiz degandek deb berib, yanada qulaysiz bo'lib, u yana besib beqib, bu yana besib beqib, u chog'larda meniki bu YouTube kanalimda undaq nimalar yo'qdi. Bu video ishlab, qandaq akkaunt ochish, qayerdan qandaq ishni boshlash degandek undaq tafsiliy mundaq videolarim yo'q u chog'da. Ashaq bo'lsam og'zaki odatga telefonda shunaqa video qilib evatib bergandan keyin shu bo'yicha ishlagan bilamagan yerlarni, ya'ni boshqa yana bir Doniyor bilan so'zlashganga o'xshash shu kompyuter ekranini ichib qo'yib turib, ekranni ko'rsatib menga deb telefonni shu kompyuter ekranidan oyoqni besang deb yurib, uningki vizasini iltimos qilgan, Kanadaniki vizasini 5 yillik beribdi. Anandaki yana bir qilgan ishim, bu Ahadjonga men bir chaqiriq qog'oz yozdim. Chaqiriqnomniki mazmuni qanday desanglar o'zim shuni o'qib bersam bo'ldi. Asosli mazmun nima desa shu Dear Visa Officer, ya'ni u to'g'ri yo'llaydigan material bo'lgandan keyin viza oldiganqa shu viza bergan odamga qaratib yozdimda, Dear Visa Officer, mening ismim Palanchi, men Kanadaniki Mau shahrida yashayman, adresim buni, telefon nomerim buni, xizmat o'rnim buni. Meningki navrinim Ahadjon Kanadaga kelmoqchi, bir haftalik sayohatga, buniki kelish jarayonidagi turadigan joyi, kelgandagi transportation, ya'ni shu qatnashlarga mas'ul, kelib bir hafta sayohat qilib ketadi. Andan keyin Ahadjonninki nimasi pasport uchurlari mundaq, hozirgi turishlik o'rni mundaq degandek mazmunlarni to'liq yozib, bir parcha xat ashunga imzo ketadi. Shu imzoimni qo'yib bergandan keyin pasport o'zimniki pasport uchurlarim bilan tang yo'llab berdim. PDF shaklda yo'llab bergandan keyin u Ahadjon o'ziniki shu vizalash jarayonida vizniki bütün barliq materiallarni bir-birlab qo'ydi. U joyda shu chaqiriqnomni intayin bir muhim o'rinda egallaydi. Demak, shu vizni oldi. 5 yillik beribdi, kelib o'ynab ketdi. Yaxshi ahvol. Agar Kanadada tanishtiringlar bo'lsa, shu ish bo'lmaganda bir parcha chaqiriq qog'oz bo'lsin yozib bersin, uniki mazmuni men boy deganidek shu sayohat vizasi iltimos qilishdi bo'lamdi yoki o'quvchi vizasi iltimos qilishdi bo'lamdi. Kanadada tanishtiqqanlaring bormi degan yerda shu intayin muhim rol o'ynaydi. Bu yerda tunishi bor bo'lsa yaxshi, albatta uniki shu viza olish nisbati bir qadar yuqori bo'ladi. Deganidek shu chaqiriqnomaga nurg'un arishkili tarafniki uchurlari ham to'liq yozilgan bo'lishi kerak. Men kelasi videolarimda bir qatim shu to'g'riliqmi bir video ishlay. Shu joy tafsilroq bilib qolsanglar bo'ladi. Shunday ish qilib, u bolam bir qatim Kanadaga kelib ketdi.
Ottawa shahrini ko'rdik, Niagara chaqirtmasiga bordim. Ashuna qilib yurtdoshlar, tanishlar, yaqin do'stlar ularga yordam qildim. Onundan boshqa Turkiyadagi bir necha biladigan do'stlarim bordi, lekin ularga yordam qilsammi vaqt zayochilik ekan. Men har qancha bu kompyuterni ichib berib baxtdim. Bu ishning beshini boshlab qo'yib, jiq savollarni so'raytib, oxiriga chiqarmagandan keyin shuning bilan boshqalar bilan paranglashib, uni qiling, buni qiling deyishdim, men zerikib qoldim. Oxiriga berib bir necha yil o'tib, hozirgidek vaziyatimiz shakllandi. Nimishqa men o'zimniki bilganlarimni boshqalar bilan o'rtoqlashmayman. Men qila olganni boshqalar cho'qim qila oladi-ku. Mushlarning tafsiliy yo'lini bir ko'rsatsam bo'ldi-ku degan maqsadda YouTube'da maxsus video kanal ochib mushada bilganlarimni sizlar bilan o'rtoqlashib, haqiqiy rost uchurlar bo'lsin deb shu kompyuterdan, shu Kanadaniki hukumat tor betidan shu viza iltimos qildigan yerdan shu bir-birlab ko'rsatib, yo'lini ko'rsatib tushuntirib berayotgan. Ko'rayotganlarmi bor, foydalanayotganlarmi cho'qim bor deb o'yladim, lekin men ayrim uchur yasanglar men ularga ortiq javob qilib bo'lamadim. Endi ba'zilarini so'ragan savollarga javob berdim. Mushu YouTube kanalining ichiga kirib, mushuning ostiga yozib qo'ygan har qanday bir savolga hammasiga javob berib bo'ldim. Shunlashqa sizlar YouTube'ni bu videolarni ko'rish jarayonida bormoq belgisini bosib qo'ysanglar yoki har qanday savollaringiz bo'lsa, mushu YouTube'ning ostidagi inkas yozdigan yozib qo'ysanglar men cho'qim qaytaraman. Ba'zi kechikroq javob qaytarishi mumkin. Nima deganda bu Kanadaniki vaqt farqi, dunyoning qaysi joylarida vaqt farqi bo'lganligi uchun ko'p bo'lsa shu 12 soatning ichida javob qaytaraman odatda. Shunlashqa qo'llab beringlar sizlarmi? Do'stlaringlarga tavsiya qilib qo'yinglar. Obuna bo'lib beringlar. Yana davomli videolarni yo'llab turmoqchi. Faqat shu viza ishlarilar emas, undan boshqa Kanadadagi turmushni ishqilib Kanadaga munosabatli bo'lgan har qanday uchurlar bo'lsa, men bir-birlab shu YouTube'da sizlar bilan o'rtoqlashay. Jiqroq anglagandan keyin izlangandan foydasi bor deb qarab sizlar bilan o'rtoq ham bahorlanib bu videolarni ishlayapman. Unda bo'lsa kerakli videoda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.